O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi hamda Xorazm viloyati Madaniyat boshqarmasining tegishli topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Bog'ot tuman madaniyat bo'limiga qarashli Ikkinson ma'naviyat madaniyat markazida yozgi iqtidorlar festivaliga start berildi. Büyük tarix va boy ma'naviy merosga ega bo'lgan yurtimiz bu yil O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligini katta shod-u xurramlik bilan qarshi olmoqda. Mustaqillik yillarida yosh avlodning bilim olishi, iqtidorini ro'yobga chiqarishi va orzu intilishlarini amalga oshirishi uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Bugun ana shu imkoniyatlar samarasi yurtimizning har bir go'shasida kamol topayotgan yosh iste'dodlar misolida namoyon bo'lmoqda. Madaniyat markazida tashkil etilgan to'garaklar yoshlarning yozgi ta'til kunlarini mazmunli o'tkazish, ularning ijodiy va intellektual salohiyatini yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Tasviriy san'at to'garagida mo'yqalamga jon bag'ishlayotgan yoshlar vatanimiz go'zalligi, tinchlik va farovonlik timsollarini ranglar orqali ifoda etmoqda. Har bir asarda istiqloldan faxrlanish va yurtga muhabbat tuyg'usi mujassam. Badiiy o'qish to'garagi ishtirokchilari esa she'r va adabiy chiqishlari orqali vatanni, mustaqillikni va inson qadrini tarannum etib, qalblarga ezgulik ulug'ini sochmoqdalar. Rubob to'garagi yoshlari milliy kuylarimiz sadosi orqali xalqimizning boy madaniy merosi va istiqlol yillaridagi yukselishlarini tarannum etmoqda. Rubobning har bir ohangi milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini uyg'otadi. Shaxmat shashka to'garagida esa yoshlar aql zakovat maydonida o'z mahoratlarini charxlamoqdalar. Har bir yurish, chuqur mushohada, sabr toqat, to'g'ri qaror qabul qilish mahoratining namunasidir. Chunki mamlakat kelajagini nafaqat iste'dodli, balki fikrlaydigan, tahlil qiladigan va strategik yondasha oladigan yoshlar barpo etadi. Yozgi iqtidorlar bu yoshlar iste'dodining yorqin namoyishi, mustaqillik bergan beqiyos imkoniyatlarning amaliy ifodasi va vatan kelajagiga bo'lgan yuksak ishonch timsolidir.